Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan nanotexnologiya va robototexnika sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dajiz xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. KAIST va Stanford universiteti olimlari insonni avtomatik tarzda kiyintiruvchi robotlashtirilgan kiyim yaratdi. Janubiy Koreyaning KAIST va Stanford universiteti olimlari insonning mustaqil kiyinishiga yordam beruvchi robotlashtirilgan kiyim yaratdi. Svek texnologiyasi kiyim ichida o'rnatilgan yumshoq pnevmatik robotlar yordamida ishlaydi. Tugma bosilgach, ular faollashib, kiyimni taxminan 10 soniya ichida avtomatik ravishda tanaga kiydiradi. Mazkur ishlanma avvalo harakatlanish imkoniyati cheklangan insonlar, keksalar va jarrohlik amaliyotidan keyingi bemorlar uchun mo'ljallangan. Kelgusida texnologiyadan toza ishlab chiqarish korxonalari hamda favqulodda vaziyatlarda himoya kiyimlarini tez kiyish zarur bo'lgan sohalarda ham foydalanish rejalashtirilmoqda. Tadqiqot AI Robotics va Automation Data jurnalida e'lon qilindi va ICRI 2026 konferensiyasida Best Paper Award mukofotiga sazovor bo'ldi. Mistral AI sanoat robotlari uchun yangi sun'iy intellekt modelini taqdim etdi. Fransiyaning Mistral AI kompaniyasi robotlar uchun mo'ljallangan ilk Physical AI modeli RoboStral Navigator'ni taqdim etdi. Yangi model mobil robotlarga atrof muhitni atigi bitta oddiy RGB kamera orqali idrok etish, to'siqlarni aniqlash va belgilangan yo'nalish bo'yicha mustaqil harakatlanish imkonini beradi. Eng muhim jihati, buning uchun lidar chuqurlik datchiklari yoki murakkab sensor tizimlari talab etilmaydi. Bu esa robotlarning apparat xarajatlarini kamaytirib, ularni ishlab chiqarish, logistika va ombor xo'jaliklarida kengroq joriy etish imkonini yaratadi. Shuningdek, model turli ishlab chiqaruvchilarning mobil robot platformasiga moslashtirishi mumkin. Mutaxassislar ushbu ishlanmani Yevropada Physical AI yo'nalishdagi muhim qadamlardan biri sifatida baholamoqda. Kelgusida kompaniya robotlar nafaqat harakatlana oladigan, balki murakkab jismoniy vazifalarni ham mustaqil bajara oladigan sun'iy intellekt modellarini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Nanotexnologiyada 20 yillik muammo o'z yechimini topdi. Avstraliyaning Queensland University of Technology olimlari uglerod nanozarrachalar samaradorligini cheklab kelgan 20 yildan ortiq muammoni hal qilishga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilar nanozarrachalarning bir-biriga yopishib qolishini oldini oluvchi yangi molekulyar yondashuvni ishlab chiqdi. Natijada materiallarning elektr xossasi sezilarli darajada yaxshilanib, issiqlikni elektr energiyasiga aylantirish samaradorligi bo'yicha yangi natijaga erishildi. Mazkur ishlanma taqiladigan elektron qurilmalar, aqlli sensorlar, shuningdek sanoat uskunalari yoki inson tanasidan ajraladigan ortiqcha issiqlikni elektr energiyasiga aylantiruvchi texnologiyalarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotchilar ushbu yondashuv kelajakda yanada ixcham, moslashuvchan va energiya tejamkor elektron qurilmalarni yaratishda xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.